Assalomu alaykum barchaga. Akşam bo'ldi, sham o'qidik jama. Haylarda mechit bor ekan. Bu yerga Istiqlolning oldiga keldik uja. Nasib bo'lsa. Dal shu tomosha davom etyapti bolakaylar. Haligi bayram bo'lganda soldatlar shu yerda shagatlama. Havorliqda. Bu yer juda kengishlik ekan. Qarshi mana yo'lning yeniligi где-то 30 metrlar bor ekan da yeniligi. Hali bu yerda Hamma joq sut, hamma joq nishonning oldiga borishgan. Aboga bardi deymi, nima deydi? Abodaganchilik deymi, nima deydi shunaqa? Obodo deydi-ku. Burada suyuklar, nereden dahin acı ve suyuklar. Halin aynı olmadı deyim de. Hadi Kitay'da bakarda çıkarı atıyor şunlar suyuklar. İşte dağına bunlar akıyor koydu diye. Ya fontanlar. Öylerde fontanlar var ekan. Bunlar yaman katta plasatga ekan. 40 gektar mı? Ha şu yerga, qarshi, akşamı agar kimdir she'r kelsa, juda yaxshi ekan. Yaman deya olmayman. Hey, ne etaj? Слишком zor etaj ekan da. Bu yoqdan haligi olib ko'rinyapti, u yerdagi yaman zor ekan. Mana bu juda katta ekan. Videoda bilmadim qayt ko'rinyapti-yu. Lekin yaqindan ko'rsa juda katta ekan. Bilmedim. Kim qurgan, qayt qurgan bilmedim. Kim ya? Adamlar akşam Gülatga chiqibdi. Ey naqsh harsharalar. Hal bizim maaşın 1-2 kilometr uzoqda жатыр.